Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli aziz do'stlar. Payshanba oqshomi barchalaringga muborak bo'lsin. Xo'sh, 2016-yildan beri nimalarga erishdik desak, 2016-yildan buyog'iga juda ham ko'p yaxshiliklarga, juda ham ko'p rivojlanishlarga erishdik. Allohga shukr. Lekin madaniyat sohasida muhtaram prezidentimiz oshkoralikka ko'p yo'l qo'yib bergandan keyin, ommaviy axborot vositalarida ko'p narsani yoritishga yo'l qo'yib bergandan keyin madaniyat sohasida qolmadi. Hurmatli Ozodbek Ahmadovich, sizdan iltimos qilaman. Mana bu Nilufar Hamidova degani hali sevgi emas, keks emas, yana qo'shsak deb qolaversa bassenda cho'milayotgani, tursigini ko'rsatsa ham uni tanqid qilganlarni sudga berayotgani, hurmatli sudyalar, o'zbek milliy madaniyatini yerga urayotganlarni ham bir nimasini totib qo'yadigan joy kelgandir. Qolaversa mana haligi Shohrux Mirzo degani otavala qo'shiqchilar, har xil frank, o'y, millat qatta qolyapti. O'zbek millatini kelajagini fahish ishlarga sarflayapmizmi? Yo buyuryapmizmi? Mana shu TikTok, Instagram, YouTube orqali men to'g'ri like, podpiska bosinglar deyman oxirida. Nimaga? O'shalarga e'tiborsiz. Men bu YouTube'dan, Instagramdan, TikTokdan pul ishlamayman. Endi ana 2-3 TikToklarimiz bor. Ularni xudo urgan. Qolaversa Wi-Fi'dan ham ularni olib chiqib muhokama qilyapti. Yoshlarimizga Al-Xorazimiy, Temuriylar, Buxoriylar, Marg'ilonliklar chiqqan yurt bobo kalonlarimizga oyoq qo'ymayapmizmi? Pul uchun. Bugun Instagramdan, TikTokdan pul topayotganlar ertaga vatanni sotadi. Kim garantiya beradi vatanni sotmasligiga? Hozir oxirat yaqin shekillik. Alomatlari bitta-bitta kelyapti. Chunki fahish narsalarga like, podpiska bosyapsizlar. Lekin mana bu gapirayotgan gaplarimga hech kim like, podpiska bosmaydi. Bosmanglar. Oxiratda javoblaringni olaverasizlar bunga ham. Sizni hurmatli madaniyat sohasida ishlayotganlar, sizlardan biz chiroyli rollar kutib qolamiz. Unaqa haligi 3X, 18+ narsalar emas. Sizni qizingiz bormi? Ertaga normal xonadondan soch kelishini o'ylaysizmi? Allohga shukr, meni ham bitta qizim bor, 2 o'g'ildan keyin. Lekin biroz bo'lsa ham madaniyatli bo'laylik. Musulmon biz deb bir-birimizni aldab fahish ishlarga sarflaversak, ertaga yana bir marta aytaman, 32 ta g'ish urilgandan keyin qaytib borib gunohlarimni yuvib kelay deya olmaysiz. Qo'pol qilib aytganda nakallena turib javob berasiz. Birovni rizqini yeganingizga, birovni chiqargan videoyingiz sizni orqangizdan madaniyatli video chiqaring. Yomon yo'lga ketayotgan inson yaxshi yo'lga yursa, u sizga saxob tegadi. Bu Qur'oni Karimda yozib qo'ygan joylari bor. Kerak bo'lsa dakazat qilib qo'yaman. Endi ayrim dinni niqob qilib olganlar o'zicha chiqib olib xalqni qaysi tarafga burmoqchi bo'lyapti. Bilib olinglar, o'zbek millati hech qachon burilmaydi. Xudo xohlasa o'zbek birlashsa, butun dunyoda titratgan aql, ilm bilan, kerak bo'lsa Temuriy bobom xanjari bilan butun dunyoni nakalena turgizgan. Bilimi bilan Beruniy, Xorazimiy hammasi tiz cho'kkan. Ka'batullohga borsiz, Buxoriy yurtidan keldimman desiz, arablar nimalar qilib yormaydi sizga. Lekin atga ham borib olib, odamlarni ovorishga biznes qilib olib, mana qorakalarimiz ovorib kelyapti, jalaba tushmayapti-yu. Ayrim pulda ekonom qilaman deb
ovorib olib, o'zini millatini Instagramda, TikTokda nimada ko'rib qoldim, YouTube'da xo'rlab, aeroportlarda yotishibdigan odamlar. Bularga nima deysizlar? Sizlar ibodatga ovordilaringmi yo odamlarga qiynab sotgan ovordilaringmi? Mana bizni tumanimizda bir ikkita gruppalar bor. Bir chiroyli ovorib kelishyapti. Rahmat shularga. 50 boshlari ham yaxshi, qorakalar yaxshi ovorib kelyapti. Lekin ayrim orqasini atalmaydiganlar. Iltimos, o'zbek millatini yerga urmaylik, millatni saqlab qolaylik. Ko'hna tarix shodasida bitta Marjon o'zbegim deb gapirgan. To'g'rimi? Sherali Jo'rayev joylari jannatda bo'lsin, rahmatli. Shuni qo'shiq qilib aytib, millatni, o'zbek millatini saqlanishiga, o'zbek millatini dunyoni yana bir bor tan oldirishiga rahmatli, joylari jannatda bugun Sherali Jo'rayev bu qo'shiqni maromiga yetkazib aytgan. Bugun biz nima qilyapmiz? Musulmonmiz deymiz. Musulmon bo'lib turib bunaqa ishlarni qilsak to'g'ri kelaveradimi? 80 ga kirmaysiz, 90 ga kirmaysiz. Kuningiz yaqin. Bir kun hammangiz borasiz o'sha yerga. Nakallayna turib javob berasiz. Iltimos qilaman, prezidentimizga rahmat. Ommaviy axborot vositalariga juda ham erkinliklarda, juda ham sharoitlarda yaratib qo'ydi. Lekin 2016-yildan ag'ida birortasi mahna qilib gapirib chiqalganmi? Birorta faxsh kino ishlanganmi? Yo'q. Ishla olmagan, gapira olmagan. O'shanga qarab harakat qilaylik. Millatni, vatanni, mahallani sevadigan yoshlar qolish kerak bizdan keyin. Shuning uchun Madaniyat vaziri Ozod Ahmadovich, sizdan iltimos qilib qolaman. Chegarani qo'yadigan, urushni totadigan mahal kelgandir. Iltimos, sizga bo'lgan hurmatim cheksiz va bu ishonchni va hurmatni o'z o'rnida inobatga olib, tegishli choralarni ko'rasiz degan umiddaman. Sog' salomat bo'linglar. Adolat shahzodasini kuzatayotgan do'stlarim, albatta like, podpiska bosinglar. Daromad uchun emas. Mana bunaqa madaniyat sohasida ishlab, madaniyatda M harfi yo'llarga yetib borsin. Qaddingizdan qadringizni baland tuting. O'zbekiston hech kimdan, o'zbek millat hech kimdan hech qachon kam bo'lmagan, kam bo'lmaydi ham. Olg'a O'zbekiston.